Assalomu alaykum. Mana yana Yekaterinburg. Ertaman Sankt-Peterburgdan keldi. Akalar kirdi chiqdi qilgani. Mana endi keldik yetib. Muammolar bo'lgan yo'q. Mana hamma şeyda. Qalay kirib chiqdilar akalar? Qaysi avtokasidan bilet oldilaring? Jamoliddindan. Muammo bo'lmadimi granitsada? Necha soatda borib keldi? 12 soat. 12 soatda. Qiynalish bo'lmadimi? Pasportni ham bir ko'rsatib qo'ying, shep. Shu bolalar bir ko'rsin. Gapirganlar hamma ko'rib ko'zi bilan ishonsin. Mana pechatlari. Mana immigratsionni kartalar. 13-slov bilan kirdi chiqdi bo'ldi. Qiynalish bo'lmadi hech kimda akalar. Yaxshimi hamma yo'q? Zo'r. Jamoliddinga murojaat qilaverasizlar 24 soat. O'zimiz kutib olib